Assalomu alaykum va rahmatulloh. Yaxshimisizlar? 5 bola beton 400 marka betonimiz keldi. Bir kubasini 470 ming so'mdan gaplashdik. 11 kuba olib keldik. Hozir birinchi sloyiga apalivga o'rnatmadik. Cho'lat salafan savobiy tayda. Sababi betonni shirasini turposhishni olmaydi, o'zini holatda turadi. Ko'rishingiz mumkin. Armaturalarimiz 18 lik, qomati 20 ga bayladik. Qomati ham 8 lik, oldingi videolarda ko'rsatganman. Shunaqa pokiza holatda quyish kerak. Hozir mana ustalar yonidan quyib yuborgan, mana bunga tepasidan quyib yuborgan, nima qilib. Shuni endi buni tozalab qo'yish kerak. Bo'lmasam keyingi sveskaga yaxshi bo'lmaydi. Ana armaturani qo'rg'alariga beton to'lib oladi. Shunga beton quyayotganlaringda e'tibor qilinglar ustalar. Nomerlari bor. Hozir beton semon alohida chaqirtirib ishtes to'kib qilganda mana shu arzon tushyapti akalar. Tavsiya qilaman hammalaringga.